zamonaviy ayollarni fikrlashi juda ham buzilib ketgan. Har ikkinchisini desam xato bo'ladi. Har 1,5-inchisi shunaqa. Ya'ni nima? Meni hech kim kontrol qilish kerak emas. Men prinsessaman, meni o'zim lishli пространство bo'lishim kerak. Саморазвитие, хотя это degeneratsiya. Xohlaganimda kiyinaman, ishdan yuraman, qornimni ochib yuraman. Men hech kimga обязан emasman deydi. Lekin ikkinchi tomondan erkak kishi menga mehr berish kerak, e'tibor qilish kerak. Nima deydi? Eng muhimi tog'dek meni yelkasi bilan muammolarimni hal qilish kerak deydi. Biladi, erkak kishi nima uchun ayol kishiga nimadir qilish kerak? Agar u ayol kishi u erkak kishiga bo'ysunmasa, qachonki total kontrolga ayol kishi erkak kishini kontroliga o'tadi, shunda o'ziga ответственность erkak kishi javobgarlikni oladi. Agar ko'chada xohlaganini qilib, xohlaganda kiyinib yuradigan bo'lsa, erkak kishi nimaga unga nima betiga tupurib yuborish kerak? Erkak kishi bo'ldi, boshqa hech narsa qilish kerak emas unaqa ayollar. Sizlarga ham maslahat beraman, unaqalar bilan gaplashmang, betiga tupurib olib. Eng kulgilisi shunaqa ayollar haqiqiy erkaklar qolmadi deydi. Haligi o'zlariga komfort bitta trapka, podkabluklarni qidirib, shunaqa kabluk qilib o'shalar u ayollar uchun haqiqiy erkak bo'ladi. Akalar, povudni bermaymiz, babunligimizcha qolamiz. O'zingiz ehtiyot qiling.